Referee danma pojedinka Axel van Kemenade from Belgium, Belgia. Refereening otini eshitmay qoldim. Demak, birinchi raund boshlandi do'stlar. Birinchi raundga start berilmoqda. Bo'y borasida ustunlik hamyurtimiz tarafida. Dog'istonlik jangchilarning asosan bazasi kurash bo'lishini yaxshi bilasiz. Lekin bugun Shohrux aynan ushbu misolga teskari holatdagi jangchi tashrif buyurgan Dog'istondan, ya'ni Sharabullet. Sharabullet albatta. Faxriy mehmon Murodbek Kattajonovda ham o'zi aslida kurash yomon emas. Yodingizda bo'lsa, Merab Dvalishvili bilan sparing jarayoni tarqab ketgan internetga. Merab Dvalishvilining yaxshigina uchirgandi. O'zbekiston Merab Aljamain Sterling bilan ham kurashgan. Aynan Merab Dubayda TKMM Fit zalida. Ehtiyot bo'lish kerak mana bunday zarbalardan. Ikkala jangchida ham asosiy ustunlik o'sha submissionlar orqali g'alabada ekan. Ibrohim Halilda ham demak 7 ta g'alabasi submission orqali, bittasi nokaut. U umuman janglarni hakamlar qarorigacha olib bormas ekan. Umuman mag'lubiyati ham g'alabasi ham muddatdan avval bo'ladi doim. Murodbek Otajonovda esa bitta nokaut, 4 ta submission, 2 ta hakamlar qarori orqali g'alaba bor. Ammo mag'lubiyati hech qachon muddatdan avval bo'lmagan. Agar mag'lub bo'ladigan bo'lsa, faqatgina hakamlar qarori orqali mag'lub bo'ladi. Biroz xavfli zarba, lekin vaqtida qo'lini qo'ya oldi Otajonov. Hali ham shu o'rganish ishlari olib borilmoqda, raqiblar ko'nikishmoqda bir-birlariga. Ajoyib zarba. Yaxshi kutib oldi. O'ng qo'lda to'g'ridan yo'llangan zarba bilan Otajonov. Oktagon markazida jang davom etyapti. Hozircha ko'rdingizmi? O'ylabda mana bu yerda zarba ketma-ketlikka o'zi ham qabul qilib oldi Murodbekni. 3 ta aniq zarbaga bitta tizza zarbasi ham o'tdi Otajonovning. Lekin mana asta-sekin oldinga boryapti, ta'qib qilyapti Ibrohim Halilov. Ilk zarbasi. Murodbekning jang uslubi menga juda yoqadi. O'zi mana shunday ajoyib vaziyatlarda ham o'ziga qandaydir bir vaziyat yarata oladi. Berkot zarbasi noaniq. Yaxshi. Oyoq harakatlari ham yaxshi rivojlangan Otajonovda. Footwork. Mana endi takedownga urinish bermadi. Ochiqchasiga kirishga harakat qilib ko'rdi. Biroz tayyorgarliksiz harakat qildi ushbu takedownni amalga oshirish uchun. Elxan Ibrohim Halilov zarbalar almashinuvida Otajonov anchagina ustun ko'rinyapti. Aniq o'tkazyapti zarbalarini. Bo'y borasidagi ustunlik, qo'lning uzunligi baribir foyda beryapti. Yana bir aylanma zarba, round kick. Yana bir qo'l zarbasi. Aniq. Mana endi oyog'ini berib qo'ydi, lekin bermayapti. Aksincha qarshi hujumda tuta olyapti Otajonov. O'zi Suhropni takedown qilish ham oson emas. Middle kick, front kick. Hujum jiddiy amalga oshirilyapti. Yana bir tuzza zarbasi. Ortga chekinmoqda Ibrohim Halilov. High kick. Qo'lini qo'ya oldi. Uppercut. Chap qo'l zarbasini o'tkazib boryapmiz. Juda chiroyli harakat qilyapti. O'ziga ishonch juda ham yuqori. Birinchi raqamli jangchi bo'lib ishlayapti Otajonov raund boshidan buyon.
o'tkazib oldi Ibrohim Halilov ham. Oldiga qo'l, yon tomondan yo'llangan zarba. 10 soniya qolyapti. Va shu pallada birinchi raund o'z yakuniga yetdi. Atajonov ishonch bilan harakat qildi birinchi raundda va haqli tarzda raundni o'z hisobiga yozib qo'ydi deb bemalol ayta olamiz. 1 daqiqalik tanaffus, kelajakchi ham kerak deb xulosalarni chiqarishadi. Press konferensiyada men uchun eng kulgili holat Suhrob Atajonovning javobi bo'ldi. Ana savolni eslasangiz, agar raqibingizga sizni mag'lub qilish uchun bitta maslahat bera olsangiz, u qaysi bo'lardi desa, hech qanaqa maslahat bermayman. U o'zini bilganini bosaversin, men ham o'zim bilganimni bosaman. Bunaqa javob menimcha boshqa bo'lmadi. Qolganlar uni fikriga qo'shildi. Ha, qo'shilib ketishdi. Do'stlar, birorta o'zbekistonlik referi ishlamadi hali. Yo'q, kecha Jasur Alijonovning o'zi aytgan, o'zbekistonlik referilar qo'yilmagan bu kartga umuman. Demak, ikkinchi raund boshlandi. Do'stlar, eslatib o'tamiz, o'ta yengil vazn toifasi 61,2 kg. Hamyurtimiz Suhrobbek Atajonov Dog'istonlik Elxan Ibrohim Halilovga qarshi jang qilmoqda. Birinchi raund ajoyib tarzda o'tdi. Hamyurtimiz ustunligida albatta. Aniq zarbalar soni ko'p bo'ldi. Rang-barang harakatlar. Asta-sekin, mana tuta oldi Ibrohim Halilov ham. Lekin u qadar kuchli emas zarbasi. Asosan tanaga seriyalarni ijro etyapti. Ko'ryapmiz. Asosan stoykadagi jangni ko'ryapmiz va qiziq bo'lyapti bu jang juda ham. Doston vakili albatta kurashga harakat qilyapti, lekin uddalay olmayapti. Jeb zarbasi yaxshi. O'tyapti ushbu zarba. Jeb o'tyapti Atajonovda. High kick. Yana oldin qo'l aniq. Yaxshi kutib oldi. O'zini chiqarib oldi do'stlar. Qanday zarbani o'tkazib oldi. Jang parterga ko'chyapti. Juda qiyin vaziyat Ibrohim Halilov. Loki ketma-ket seriyalar, zarbalar. Hali taslim bo'lgani yo'q Ibrohim Halilov. Mana bu esa juda og'ir zarba edi. Bu esa nuqta edi. Atajonov Suhrobbek chiroyli tarzda g'alaba qozonyapti do'stlar, muddatidan oldin. Qoyil. Birgina vaziyat yaraldi va mana shu vaziyatdan unumli foydalanib ketyapti Suhrobbek Atajonov. Bu albatta professionallarga xos ish. Ibrohim Halilov juda kuchli zarba o'tkazganidan so'ng ham taslim bo'lgisi kelmadi, lekin o'sha tizza zarbasi baribir uni mana shu yerda mavzunatdan chiqqan ekan o'zi. Mana e'tibor bering, taslim bo'lgisi kelmadi. Lekin Pleni uni taslim etdi. Nuqta qo'ydi jangga. Raqibga minnatdorchilik bildiryapti. Suhrobbek raqsak chalib qo'yapti albatta bunday matonatli jangchilarga arzishadi. Shu tariqa do'stlar, Suhrobbek Atajonov g'alabalar sonini 9 taga yetkazib oldi. Tashkilotchilardan biri Bekzod Umarov oktagonda va Atajonovning fikrlariga quloq tutamiz hozir. Suhrobbek